Bilasizmi, nima uchun Alberto Fantrauga mashina, uy va pul sovg'a qildim? Chunki u mening orzuyim uchun o'z orzusidan voz kechdi. Agar kanalimizni kuzatib bormasangiz, bizni yana ko'rish ehtimolingiz juda kam. Lekin obuna bo'lgan bo'lsangiz tabriklaymiz. Bu yog'iga har kuni yangi bilimlarga ega bo'lasiz. Biz oddiy bolalar edik. Ikkalamiz ham Sporting Lissabon jamoasiga kirishni orzu qilardik. Bir kuni muhim o'yin bo'ldi. Skautlar kelgan edi. Ular aytdi, kim ko'proq gol ursa, o'sha jamoaga olinadi. Avval men gol urdim, keyin Alberto. Ammo o'yinning oxirida Alberto darvozabonni aldab o'tdi. Qarshisida ochiq darvoza, aniq gol vaziyati bor edi. Shunda u to'pni menga uzatdi. Men gol urdim. O'yindan keyin undan so'radim, nega bunday qilding? U shunday dedi, chunki sen mendan kuchliroqsan. Men senga ishonaman. O'sha lahza butun hayotimni o'zgartirdi. Alberto futbolchi bo'la olmadi, ammo men u futbolchidek yashashiga harakat qildim. Chunki bunday sadoqat bundan ham ko'p narsaga arziydi. Sizda ham shunday do'st bormi? Bo'lsa izohlarda uni belgilang. Agar kanalimizni kuzatib bormasangiz, bizni yana ko'rish ehtimolingiz juda kam. Lekin obuna bo'lgan bo'lsangiz tabriklaymiz. Bu yog'iga har kuni yangi bilimlarga ega bo'lasiz.